Hürmetli vatandaş bugün Çisağa. 2020 yıl 3. ayının 17. günü. Haftaga seyşembe. Vatandaşlar yukarıda görüp ettiğinde növbette Amerika Qo'shma Shtatlardan Jonhua Xalq Cumhuriyeti o'rtasida ketayotgan majra yoki talash tortish biri matbuot xodimlarini. Masalan, başta aytdik, Washington Post, Qara qatorliq 5 türlü yoki 5 yurish Amerika matbuotining Beijingda turishli muxbirlarini hozir Jungo hukumati qo'llab chiqardi. Onunda xabarda, hozir kelgan xabarda abadiy degandek bir jumla ishiltibdi. Bu o'rinliqmi, o'rinsizmi? Avval buni konkret mazmunni ko'rgandan keyin sizlarga bir nima deymiz muhokamada, hurmatli vatandosh. Yana birisi men sizlarga o'tganda dedim. O'tgan yilda 12 ayning 31 kuni atrofida u deyman, lekin xatolashmasam. Şu vaqtimi yoki 1-ayning 31 kuni buni turib turaylik. Lekin gap nima desanglar, shu vaqtda 3 akademik bir parcha maqol yozib, virus bu virusini Amerika keltirib chiqadi degan edi. 2-ayning 27 kuni biz sizlarga so'zli qilgan qayta so'zlashga majbur bo'lyapmiz. Sabab bu xabar yoki bu mojaro hozir ikki davlat o'rtasida takrorlanyapti deb aytadi. 2-ayning 27 kuni Jungnanshan Jungo axborot e'lon qilish yig'inida belgilagan bu odam Jungnanshan dedi va bu ham virusi Wuhandan boshlandi biroz, lekin buni kelish manbai boshqa davlatda dedi. Yana bir qatim hujum qildi 2-ayning 27 kuni. Endilikda 3-ayning 12 kuni Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi, burun bunday bayonotchi yo'q edi, tuyuqsizda paydo bo'lib qoldi. Javlijan degan hozir o'zining Twitter'iga xat yozib, nima dedi? U virusini hatto konkretlashtirib, Amerika armiyasi o'tgan yil Wuhanga elib kirdi. Demak, sen buni hukm qilding. Javlijan apandi. Sen diplomat ekansan, Tashqi ishlar ministrligining diplomati ekansan. Sen bugun Amerika armiyasi yakalik yig'in qatnashish uchun 9-ayning 28 kuni o'tgan yil 9-ayning 18 kuni boshlangan harbiy ishlar naqliyot ishlari yig'ini boshlangan yig'in ekan. Sen demak bugun Javlijan bu yerda hukm qilding. Xo'sh, buni paketda tepishing kerak. Ikkinchi bo'lib shundan savol qo'yimizki, biz buni naq maydon shohidi emas, sen Amerika armiyasi Wuhanga elib kirdi degan ekansan, shu vaqtda nima ishga gap qilmading ya? Bu nima deb savol qo'ymading ya? Bu qaltis gapqa bu endi. O'tgan yil elib kirding deding, shu vaqt elib kirganligini biladi ekansan, nima ishga shu vaqtda gap qilmay bugunga elib kelding buni Javlijan apandi diplomat? Mesela şey geldi değil. Hazır endi virüs meselesi de endi Prezident Trump ne mi dedi? Xitay virüsü de butladı. Sen üzerine keltirip çıkardım bu işte mi? Üzerine keltirip çıkargan sözleri paket aylangan deyken Prezident Trump hükümeti özden söz ibarlarında yükseliş tek bir özgürlük hasıl kılıp Prezident Trump ne mi dedi? Xitay virüsü dedi. Bunun Prezident Trump'ın burun 16. günü, 14. günü etrafında mı Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Wuhan virusi deb atadi. Endi Javlijan apandi nima dedi? 3 qatim boshda aytdik sizlarga, umuman 3 qatim. Siz buni Amerika qildi, hatto Amerika armiyasi qildi degan ekansiz, bu xalqaro chiqqan ekan. Buningda javobgar bo'lishning sababi siz Amerikani javobgar qilmoqchi bo'lsangiz, pakt nima? Javlijan apandi. Mushu vaqa, mushu virus masalasi hozir haddidan ziyoda ziyonkashlikka, jeni hayoti ziyonkashlikka uchrayotgan bir millat bor. O millat qaysi? Uyg'ur. Sen onu tecrübe kıldın Peter, Wuhan tecrübehanasında. Sen Uygur'unu tecrübe kıldın harben. Yezi ilgilik doktorhanası, tetkikat ortada. Hatta Japonya aynı vakti adamlarına sınav kılış ve onun vücudu da
bakteriya sınaq qilish tajribaxonasi qurg'on yaqin joylashgan o'rinda. Bizning paketimiz 500 ming nafar Uyg'ur ishga Xitoyga elib ketdik. Hozir to'xtamay to'shyapsan Uyg'urlarni, narisidilarni, yosh o'g'il qizlarni. Shunda to'shyapsan ishga Xitoy. Qani? Teriga qani? O'liga qani? Biz buni davomli shunday savol qo'yamiz, chunki biz Uyg'urmiz. Bu kunni ko'rayotgan millat Uyg'urmiz. Mushundoqda yig'ib kelgan vaqtida bu millat bilan Uyg'ur bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining hech qanday aloqasi yo'q. Meni demoqchi bo'lganim bu millatni yo'qotmoqchi bo'layotgan millat Xitoy millati va uning partiyasi, siyosiy partiyasi Kompartiya. Shuning uchun virusni sen ishlab chiqarding, Peter tajribaxonasida Govingo shundoq dedi. Men ham shundoq deyman. Bu virus bilan Amerika armiyasining, Amerika diplomatlarining, Amerika fan texnika olimlar hech qanday aloqasi yo'q. Chunki bu senda Wuhan'da tarqalgan ekan, sen Peter ishxonasida Wuhan'da qurgan ekansan, Fransiyaning olimlari biokimiyalik tadqiqotchilari kelib san qurib bergan ekan, bu faktlar o'tirg'i chiqib bo'ldi. Endi faqat bu gunohni Amerikaga yetkazib qo'yish, Amerikaga dongab qo'yish maqsad faqat bir. Qutulishning yo'li qolmadi sana. Çünkü Kompartiyasi sen qaçadigan, sen chekinadigan, sen turib oladigan yoki sen vaqiraydigan, jaqiraydigan zamonlar o'tib ketdi. Sana qutulishning yo'li qolmadi. Faqat bir yo'l Amerikaga dongab qo'yish. Virusni Amerika paydo qildi. Onun askeri qismlari elib keldi deb dongab qo'yish. Gunohni prala oldidagi jinoyatni Amerikaga ishtirib qo'yish. Bu balki eng oxirgi qatamga jon qutqizish paqali. O'sha pahaldan foydalanib hokimiyatni saqlab qolishga urinayotgan bo'lishingni muqara. Yemirilish va go'mirilish davri kirgan har qanday hokimiyat tarixda mushunday usulni qo'llangan. Sen ham bilgan Cumhuriyet Kompartiyasi mush usulni qo'llangan.